Nima ish qilyapsizlar? O'ynayapmiz. Qaysinglarni yangdinglar? Atlas. O'ynang. Bir narsaga kelib o'tirgan. Nima? Sizdan Nima yeyinyapti? qo'l. Ma'qul. Kechta qilib beraymiz mush. Ma'qul. Bolam. Bir gapni so'raydi ekan. So'ra. Allaqadim mendan ko'zim ko'msa ko'nglim yerim bo'ladi deb so'radingiz a? O'ylab qoldim juma. Kunlarning birdimi siz ko'zim ko'mar ekan. Ko'z ko'rgan boldek bir ishni qilolmaydi ekansiz deb zerikib qolamigansiz. Menma. Voy canım balam, baladan zirkemdi oğlum. Siz hoşuna dersiniz lekin ben rastçı ne yaparsın zirken atanı görüp kalıyorsun. Voy jürkem balam, canım balam, men hergiz zirikmeyin balam. Tova qanday bo'lib bu xayol kallam kelib qolganda canım oğlum. Men hergiz unda xayol kelib qolmayman oğlum, hem kelib baqmadim, buningdan keyinmi kelib qolmayman. Mening sen bir qiz kelib qolay. Mening hayotimdagi eng faxrlanadigan ishim qaysi deb biraymi? Birinchisi, onam bilan dadamning qizuvlab tug'ilganimdan faxrlanaman debdi. Ikkinchi faxrlanadigan ishim mush uchanglarning onasi bo'lish sharafiga nail bo'lganim mening hayotimdagi eng cho'ng faxrlanadigan ishim. Mush esinglardan chiqmasin a? Men nima yo'lab ketishdan qat'iy nazar balam, men sizlarning nima deyishimni topolmadim. Canım balam, hozirma savolim meni bekkan kiritib qo'ydi jumaraslar. Hergiz bunda xiyonlik, hergiz ikkinchilik xiyonlik keltirib qolmanglar balam. Butun xushalligim sizlar o'g'lim. Tova, endi balkim shunda ota-onalarmi bordi. Ammo lekin mening hayotimdagi barliq xushalligim sizlar. Xotirjam bo'ldum. Voy canım balam, voy chiroyli kelishga o'g'lim. Hergiz bunda xiyonlik, buningdan opam bunda o'ylab qolarmi degan xiyonlik keltirib qolmagunjimi balam. Men nima ko'rsam, xushallikni sizlardan ko'rmaymaslik deb biray. Baxtimmi shu, barliqimmi shu, mening hayotimdagi hamma nimam sizlar. Mushinchilarga ta'riflayolmaydi ekan, miras kelib qilsam, magipim meni vahshiy. Nima deymisan, beklitam turtib qo'ydim men savolingizni. Men hayotimda anglab boqmagan bir gap bo'ldi bu. Rahmat opa, bizning eng faxrlanganimiz shu. Sizning bolangiz bo'lib qolganingiz uchun. Voy canım balam. Agar shu bayatın degandek shu ota-onalarning uyida tug'ilib qolgan bo'lsak, biz qanday kunga qadar onu bilmayman. O to'g'ri balam. Shu siz bo'lib qolganda layoqatli bo'lib chiqdik. Canım balam, mening shurkum balam. Mening chiroyli kelishgan balarim. Xotirjam bo'linglar balam. Mening zot hayotimning oxirgacha sizlar uchun xizmat qilishga men tayyor jinim chiroyli o'g'illarim. Rahmat. O'chan tatliq balam, umoq balam, chiroyli qo'zlarim. Sizlarga rahmat balam.